Assalomu alaykum YouTube kanali kuzatuvchilarim. YouTube kanalimga juda ham ko'p keladigan savollardan biri bu logoped haqida, Koreyadagi logoped haqida gapirib bering deyishgan, chunki har ko'p videolarimda men Ra'noxonni logopedga borganini va juda ham kech tili chiqqani haqida aytganman. Shuning uchun bitta tilda gapiramiz, yaxshi o'zlashtirib olish uchun deb aytganman. Bir opamiz yozibdilar, bolam 3 yoshda, hali ham gapirmaydi. Faqat ona deydi xolos, boshqa gapni gapirmaydi. Men shunda hozir logopedga olib borishim kerakmi, yo'qmi deyishgan. Koreyada odatda logopedga sharoitingiz yetsa ertaroq olib borganingiz juda ham muhim deb o'ylayman, lekin o'zi 36 oylikdan logopedga boriladi. Chunki eng nima deydi, 36 oyligi eng oxirgi nuqtasi hisoblanar ekan. Agar 36 oylikgacha ham gapirishi tezlashib ketmasa, bolada muammo borligini bildiradi. Koreyada shunaqa. Biz chunki ko'p tekshiruvlardan o'tganmiz, har xil balinsalarga borganmiz, boshini tekshirtirganmiz. Xullas, Ra'noxonda yomon narsa chiqmagan, faqat 2-3 tilni birdan gapirganmiz. Keyin ham Ra'noxon O'zbekistonga borganda, birinchi borganida 1 oy davomida ichi ketib kasal bo'lib, osma ukoldan adashmasam 8 ta yoki 9 ta olgan. Ham bilasizlar, O'zbekistonda ukol urganda mana tomiriga bolani qo'liga tushadi-ku, tomirchalari yo'q bo'ladi. Shunda 2-3 kishi bosib turib, mana qo'lini osma tugaguncha, endi bola qimildab ketmasin, osma ukol chiqib ketmasin deb medsestralar tutib turganda, hamshiralar. Bolam 1,5 yoshda borgan, birinchi O'zbekistonga borganda juda ham qattiq qo'rqib ketgan. Juda qattiq yig'lagan. Har bitta osma tugaguncha tinmay yig'lab, qizarib shib ketganda yig'lab, biz o'ylaganmiz endi hamma bola ukol olganda yig'laydi deb, lekin buni ta'siri juda ham keyinchalik bilindi. Gapirib turgan bola shu Koreyaga kelganimizdan keyin umuman gapirmay qolgan. Ona, dada deb aytardi 1 yoshidan Ra'noxon. Keyin 1,5 yoshidan O'zbekistonga borganimizda 1 oy shunaqa kasal bo'lib, umuman og'zini ham ochmaydigan bo'lgan. Biz ko'p tekshirtirganmiz, qo'rqib qolganmizda, umuman bolam gapirmasa kerak deb logopedga olib borganmiz. Koreyadagi logopedlar ukol dorilar bilan davolanmaydi. Bola agar sal jiddiyroq kasalligi bo'lsa, ukol dorilar bilan ham davolansa bo'ladigan, davolanadi ba'zi bir ota-onalar, lekin ukol dori ta'sir qilmaydigan bolajonlar ham bor. Shuning uchun agar farzandingiz juda ham nima desam ekan, farzandingiz agar gapirmayotgan bo'lsa, 1 yoshdan, o'zi 1,5 yoshda bola bitta 2 ta so'zni aytib, qo'shib gapirishni boshlaydi-da. Agar shunday bo'lmayotgan bo'lsa, demak bolangizda problema bor. Bola bilan ko'proq gaplashish kerak ekan, faqat bitta tilda gaplashish kerak ekan. Va ko'zga qarashni, ismini aytayotganingizda sizga qarash kerak-da. Hatto Ra'noxon shu O'zbekistonga borib kelganimizdan keyin ismini aytsak ham qaramaganda, umuman qaramaydi. Bolangiz agar chaqirsangiz, qarasa sizga yoki biron narsani olib kel desangiz, olib kelsa, masalan 1,5 yoshda nimada, masalan pampersingga olib kel yoki kiyimiga borib kir mashinaga tashlab, kir mashina oldiga qo'yib qo'y. Shunaqa oddiy narsalari aytganingizda qilsa, demak bolangizda muammosi yo'q. Lekin agar sizni chaqirayotgan, hatto ismiga ham bee'tibor bo'lsa, bolangizni doktorlarga ko'rsatishingizni maslahat beraman. Ko'pchilik aytgan, meni bolam 5 yoshda gapirib ketgan, meni bolam 3 yoshda gapirib ketgan desa, e'tibor bermasdan qolganmizda, endi shu o'zi gapirib ketadi deb juda ham noto'g'ri ekan. O'sha bola O'zbekistonga borib kelgandan keyin srazim tekshirtirishimiz kerak, tekshirtirmaganmiz. 3 yoshiga 36 oylik bo'lganida bog'chasida problemalar ko'p chiqqani uchun majbur doktorlarga borganmiz. O'zimiz ham xavotir olib, keyin 2 yil davomida logopedga bordik. Koreyada logopedni 40 daqiqasi $80 hisoblanadi. Har kuni oldik logopeddan lecheniya. Koreyada logopedda shunday gapirtiradi bolani, o'zi birga shug'ullanadi bola bilan. Ukol, dori, tabletka unaqa narsalar bermaydi, lekin shunda ham qon kammi, boshqa narsasini o'zimiz tekshirtirganmiz, qonini tekshirtirib, keyin bolani peshobini tekshirtirib, yetishmaydigan vitaminlarni doktor o'zi yozib bergan, shularni muntazam ravishda men ichirganman.
Keyin bola sekin gapirishni boshlagan. Ham bitta tilda, koreys tilida gapirganmiz. O'zbek tilini qo'shmaganman, ingliz tilini qo'shmaganmiz, erimam mana. Bitta tilda gapirganimizdan keyin bola gapirishni boshladi. Hozir og'zimiz yopilmaydi. 6-5 olishamiz hammamiz. Xullas, men bilan ham 6-5 olishadi. Xudoga shukr, dadasi bilan ham, opalari bilan ham urishib, Allohga shukr gapirib ketayotganiga. Shu logoped haqida shu men bilgan ma'lumotlar shu. Iloji boricha farzandingiz 1 yoshidan o'tgandan keyin so'zlarni ayta olmasa, gapira olmasa, ismiga bee'tibor bo'lsa, doktorga borishingizni maslahat beraman. Agar qancha oldinroq bilib, oldini olsangiz borki, bolaga ham foyda, o'zingizga ham foyda. Biz juda ham kech borganmiz. Xudoga shukr. Kech borsak ham lecheniyasini har kun qilganimizga gapirib ketdi. Qo'rqib ketganmiz. Birorta muammosi bormi deb, muammo o'zimizda bo'lgan ekan. O'shanda koreyskiy dorilarni olib borganman O'zbekistonga. Shu ukol olmasa ham bo'lardi, faqat bola sut ichardi 1,5 yoshda. Nima bilan punyo deydi koreys tilida, bolani suti bilan endi sutim yetmay qoladi, bola sutini Koreyadan olib borganman, yetmay qolishi mumkin deb, nan kashami shunaqasi yetmay qoladi deb O'zbekistonda sigir sutiga qo'shib bergan bizga. Ichi ketib qolgan, atravleni oshqozon buzilib, xullas shundan kasal bo'lib ukol olib, bitta shu meni nima qilganim bolamga qancha qiyin bo'lgan. Shuning uchun siz ham farzandingizga bee'tibor bo'lmang, iloji boricha. Agar bolangiz gapirmayotgan bo'lsa, logopedga tezda olib borishingizni maslahat beraman. Doktorlarga birinchi tekshirtirib, logopedlarga olib borib, qonini, peshobini tekshirtiring va yetishmaydigan vitaminlarni qilib beradi doktorlar, osma ukollar qilib beradi agar kerak bo'lsa. Lekin Ranaxonga qilinmagan unaqa narsalar, faqat o'zim vitaminlar yechirganman tekshirtirib. Bolangizga bee'tibor bo'lmang, ham ko'ziga ko'proq qarab gapiring. Zara unga e'tibor bermaganman, chunki men o'rgatadigan hech kim bo'lmagan. Onam O'zbekistonda bo'lgan, mana qaynanam umuman kelmagan, chunki ikkita bola katta qilganda qaynanam ta'min yufini. Lekin Ranoni aytgan, qornimda yo'qligida aytgan, hali bola bo'lmasdan sen tug'sang o'z bolangni o'zing katta qil, men umuman qarashmayman deb. O'rgatmagan qaynanam ham, hech kim birinchi tuqqan, bolam birinchi tuqqanman. Ko'ziga qarab gapirish, unaqa narsalar bilmaganman. Internetga kirib o'rganish, faqat bolam 3 bolaga qarash, shunaqa bilan o'tib bolamga ko'p e'tibor bera olmaganman. Shuning orqasidan kelib chiqdi hamma narsa. Ko'proq farzandingizni ko'ziga qarab, hamda ko'zini oldingizga o'tirtirib qo'yib gapiring. Og'zingizdan o'rganadi-da. Keyin ham koronavirus paytida tug'ilgan Ranaxon, koronavirus paytida tug'ilgan bolajonlarning hammasi juda ham kech gapirdi. Faqat maskada yurgan Koreyada. Boqchada ham maska bo'lgan, uyda ham maska bo'lgan, hamma narsa maska bo'lgani uchun gapirishni masalan og'zingizdan ko'rib o'rganadi-ku. Uyda ko'p gapirmaganimizga boqchada ham masalan o'qituvchilar gapirsa ham maskada ko'rmagan, bilmagan ham. Ular shunaqa problemalar bilan biz Allohga shukr mana gapirib ketyapmiz. Endi o'zbek tilini ham o'rgatyapman, alfavitlarni ham hammasini. Allohga shukr. Sizga ham maslahatim, farzandingizga bee'tibor bo'lmang, logopedga albatta olib boring. 1 yoshdan gapirishni boshlamasa, olib borishingizni maslahat beraman 1,5 yoshlardan. Sog' bo'lasizlar.